Mabodo bu kim toming ketganmi desa, yo'q, shunchaki tomimni ochib qo'ydim deysiz. Voydod, mashinani rost egasam, inaplitanlarniki. Mana buni qarang. Bitta knopkani bossangiz, hamma eshiklar ochiladi, yopiladi. Tomlargacha ochiladi. Eshiklari yana alohida ochiladi. Bu Hi-Fi X. Aynan shuni orqasi kapitanskiy sidenali, ya'ni 2 kishiligi. Buni boshqacha orqada ham sidenaligi borligi bor. Bu eng fulli ekan. 3.9 sekund 0 dan 100 gacha. Legendli zapas kodlari mashina 17.000 yurgan atigi probegi. Shunchaki navorotni oldi tomondan qarasangiz ham, orqa tomondan qarasangiz ham yorib borgan. 22 razmer diskalar ko'chada любой odamni qaratadi, ishoning. Bu mashinalarda aynan mana Hi-Fi Z'da O'zbekistonda bo'lsa 2 yoki 3 dona bor. Mana qarang, oldida o'tirgan odam katta monitorni mazaq tomosha qilib ketar ekan. O'rta konsolda yana bitta katta monitor. Yorib borgan, qatini gapirsamikin bu mashina. Bu yog'ini bosib tursa yana tom ochiladi. Gapi yo'q. Ishoning, mashina nerealniy komfort, dizayn bo'yicha ham har tomonlama yorib borgan. Aynan mana shu mashina bitta like bosib qo'ysangiz aytaman. Bosdingizmi? Gapi yo'q. $190.000 ga olingan va 17.000 kilometr yurgan. Poli kuzov plyonkalar qilib qo'yilgan, tayyorda, kraskasi toza deyaptilar. Srochniga $45.000 ga ko'ndira oldik. Bosib olsangiz, maza qilib shahar ko'chalarida tomlaringizni tepaga ochib olib yuraverasiz. Bosib oling, bu mashinadan shu sotuvda bitta mash bor, yana bitta bor edi. Buni ham maza qilib yurishibdi. Boshqa yo'q. Bu eng fulli. Hamma yaqinlaringizga tarqatib qo'ying, ketib qoladi lekin.